bundan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, sof daromadini 20 million qilib qaytarib olish imkoniyati bor. Yengil zarbada. Yana bitta zarba beradigan bo'lsak, hech qanaqa dars ketish holati bo'lgani yo'q akalar. Quyuqligi ham juda zo'r bu. Bir klasidan 100 ta 110 ta chiqaradi bundan. Azizlar 1 million 200 ming so'm pul sarflab mana bu qoplardan birini xarid qilishingiz mumkin va bundan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, sof daromadini 20 million qilib qaytarib olish imkoniyati bor. Bu qanday biznes desangiz, hozirgi kunda urf bo'layotgan pena-blok ishlab chiqarish biznesi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Uy qurilish materiallaridan asosiylaridan 3 ta mahsulot bor, ya'ni xom g'isht, bu yoqda shilaka blok hamda pena-blok mahsulotlari bor. Yana bir ma'lumot aytaylik, bitta g'ishimiz bitta pena blogimiz 25 ta g'ishga teng bo'lar ekan. Ya'ni ustalar uchun qulaylik taraflari shunda. Endi Ilyos aka mana usta pena blog ishlab chiqaradi. Buni sinab ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Hozir qo'lingizga o'rtacha guvohdan beraman, xohlaganda sinab olaverasiz ekan mana. Ne gap yo'q. Akalar mana guvohliklarda birgalikda bularni chidamliligini sinab ko'ramiz. Oddiy mana xom g'isht birinchi navbatda bu albatta kuvaldini zarbasiga chidamaydi, o'rtacha zarbada urib ko'ramiz. Uqalanib ketdi. Endi mana shilaka blok. Akalar mana o'sha pishig'idan buyab buni ham qo'yib sinab ko'rsatib beramiz. Qaranglar. Bitta zarbada o'zi bo'linib ketdi mana. Yana bitta zarba bersak, o'zi yengil zarbada. Endi qani o'sha maqtalayotgan pena blokni ham urib ko'ramiz. Qani bismillah. Bor kuchimiz bilan mana solyapmiz. Hech qanaqa dars ketish holati bo'lgani yo'q akalar. Ichiga kirib qoladi, u ichiga kirgan ishlar asosan bo'linib ketgan yo'q mana o'sha. Mana yengil mana kerak bo'lsa beton degan narsasi mana. Mana bu yog'iga ham urib ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlar, agar buni shilaka blokka yana bitta zarba beradigan bo'lsak, uqalanib parcha-parcha bo'lib ketadi. Bundan ko'rinib turibdiki, sizlar ham o'z xonadoningizlarni xuddi shunday pena blok mahsuloti yordamida qurib olsangiz bo'ladi. Bu yerda yangiliklardan peregorodkalari bor ekan, Lego g'ishtlari bor ekan. Bular haqida usta aka o'zi batafsil aytib o'tadi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, ekranda nomerlarini qoldirib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana sizlar guvohliklar ostida mana ishlarimizni o'zimiz ishlab chiqarib turgan narsalarni mana bir qator sinovdan o'tkazyapmiz. Xudo xolasa qilgan ishlarimizga hamma yo'q javob beramiz. Sifatli narsa ishlab chiqaramiz, uskunalar ham hamma yo'q birinchi o'rinda uskunalar mashidan chiqadi aka. Necha xil mahsulot chiqadi aka? Aka hozir bundan zakasiga periorodga chiqadi 12-30-60. Latoyli listimiz chiqadi aka, sesma poyasi oxirgi qatoriga 20-30-60 g'ishimiz chiqadi aka, burchak kalonna chiqadi. Yaxshi. Hop bu yerda yangiliklar qilingan. Abrazizga telefon, endi apparatdan oldin biz ishlab chiqarayotgan narsalarimizni bir qator tanishtirib o'tsak aka, biz bir komplet ustunamizdan chiqargan narsalar shu ekan. Mana abishli 20 ga 60, endi 30 qalinlikda blok chiqadi. Buni ichida chiqadigan narsalar yana latoylik anaqamiz chiqadi ekan, latoy ichi 15-18 mi shunaqada xullas. Ichi toshdan 15 qoladi ichida betoni. Latoy chiqadi, keyin 20 ga 20 teshigi bor, burchak kalonnaniki chiqadi ekan. Bir kompletimizda shu uyda mana shu Lego variantda korobkasi tiklanadi. Shu holatda terish shart emas. Yo'q, shu holatda urib, burchaklari beton kuyib, tepalari sesa pojdan kuyib chiqib ketaveradi. Ustalarga ham ancha yengillik bo'lgan aka hozir. Endi mana o'z ko'rdingiz aka hozir holatda, o'z tekshirib ko'rdingiz. Ko'pchilik aytadi, ota-bobolarimiz qilgan narsadan qilamiz biz ham, bo'lmagan narsa dedi. Ota-bobolari o'sha paytda bunaqa sharoit bo'lmagan. Bo'lganda qilardi ular misol uchun. Hozir tomga lo'mmozlatishib ketgan aka. Tom shoh kerak bo'lsa 5 xona, 6 xona uyligini bir kunda kuyib chiqib ketyapti aka, kerak bo'lsa. Yuki ham sal yengilroq tushyapti. Xom g'ishtni oldin ota-bobolarimiz qilgan shu narsani misol qo'ldan kelgancha avloddan avlodga o'tkazib kelyapti. Yildan yilga rivojlanish bo'lyapti aka. Ular paytida xom g'isht bo'lgan. Misol uchun keyingilar davrida mana shilaka blok o'tilgan. Mana zamon rivojlanib, bu yerda pena blok o'tib ketilyapti aka. Buni afzallik tomoni xom g'isht bilan shilaka blokdan afzal aka har tomonlama. Sifat tomonlama ham, mustahkamlik tomonlama ham uylar ham tez ko'tariladi. Qulayliklari juda zo'r aka. Kerak bo'lsa mana latoylar ham aka mustahkamda hamda misol hamma yerda har xil kuyiladi aka. Lekin bir qopidan 3 tadan chiqarsa mana shunaqa mustahkam bo'lib chiqaveradi aka. To'g'ri, keyin aka bundan ham yana ham qulaylik, yana ham baquvvatroq deganlar ham Lego g'ishtlarimiz bor aka. O'rtasi uzun palassali mana.
bir-biriga chok bosib ketaveradi. Bu besrasi bor teriladi. Mhm. Buni ham burchak kalon latolari bor. Mana bu yerda latoga ham bor. Ana orqasini ham ko'rsatib o'ting. Mana bir-biriga chok bosadi. Eng oxiri qatoriga mana sveska bo'ladi. Taglari, choklari tushishi ham hamma yo'q cho'tga tushadi. Lazerni stanovda listlar kestiriladi chunki millimetrgacha kerak bo'lsa zazori zo'r keladi bular. Lego so'ragan ekanlarimizga, Legolik 2030-60 razmerda. Bu yerda shilakavlar razmer chiqarganmiz aka. Buni Qashqadaryoga, o'zimizni Andijonga yasaganmiz aka, Sirdaryoga yasaganman bundan, Samarqandga yasaganman aka. Juda ko'p yerga yasab berganman. O'rtasi buni 76 ta turbaga bo'lgan. 20 ga 20, shunasi 40 bo'lgan ekan mana. Taylari chok boshlari mana. Burchak holatlariga juda zo'r tushadi. Mana burchaklarga. Bu teshiklari nima uchun? Beton quyib qo'yish uchunmi? Xohlasin cheres beton quyib kelsa, xohlasin har bittasi kuyibsa. Bu xonani pergorodkasiga ham juda ko'p ishlayapti bu narsa. Bu endi haligi zilzilada mustahkamligi qanaqa deganlar uchun javob. Ha, unisiga garantiyasi bor. Chunki buni bir-biriga bu rastvor shart emas. Shu terib ketadi, birinchi qator 0 ga chiqarib olsa aka, kerak bo'lsa balki unda 2 xona, 3 xona terib qo'ysa bo'ladi bunda orqali. O'rtalari yash beton quyib ketaveradi. Keyin buni kattaroq razmer deganiga mana shu 20-30-60 razmerdagi esa xuddi shu holatda chiqarib beramiz. O'rtasini 100 litr berib teshib beramiz. Uniki sal kattaroq bo'ladi. Yaxshi. Endi aka buni xom ashyolardan muammo bo'lmaydimi? Misol Xom ashyosidagi bo'lsa, xudo xolasa mana penasi, parashoy kerak degan ekanlar. Parashoy bor, gel kerak degan ekanlarimiz. Gellari bor aka. Mahsulot umuman muammo yo'q. O'sha borib o'rnagan yeridan, apparat o'rnatilgan yeridan sirasi gips zavodlarni nomerini berib bog'lantirib qo'yamiz. Penalarni o'zimizga qancha bo'lsa kerakcha yetkazib beramiz aka. Penasidan muammo yo'q aka. Gipsidan ham sifati gipslar ishlab chiqargan zavodlarni bog'lantirib qo'yamiz. Prям chaqirishaveradi. Gipslar ham hamma yoq dastavkalari bor aka. Yaxshi, bu Xitoy parashoy deb aytdik, eng yaxshi parashoylardan-da, to'g'rimi? Eng yaxshisi mana shu hali Toshkentniki bor. Kimdan olsa ham bizdan olaman, boshqasidan olaman. Toshkentning parashoyi ham bor aka. Toshkentniki Xitoyniki bor. Toshkent parashoy ko'pchilik arzon sotyapti. Meslarda $100 deydi. Ashnasida farqi bo'ladi xolos. Misol 8 mingta chiqmaydi, 10 mingtaga deb berganmi, 10 mingta chiqadi aka shundan. Xitoy Bir qop bilan, ha. Narxi $100 ekan. 25 kilolik 250 grammdan 100 ta chiqadi. 10 mingta bo'lib ketadi, xotirjam. Yaxshi. Endi ozroq mablag' bilan boshlayman deganlarga gellar bor-a? Ha, endi u boshlanishiga kerak bo'lsa har bitta komplektiga 1000 tadan mana shunaqa blokga 1000 tasi yetadigan penalar qo'shib beriladi aka. 1 kilosidan 100 ta chiqadi, 10 kilolik geldan bittadan qo'shib beriladi o'zi. Ya'ni tajriba uchun bemalol o'sha gellardan foydalanib faoliyatni yo'lga qo'yib olsa bo'ladi va keyinchalik albatta bundan olib olish kerak. Ha, keyin yaxshilab o'rganib olgandan keyin bir qop olib olsa aka, xudo xolasa bir dona qilishdan 2000 so'mdan foyda qilsa ham 10 mingtasi 20 million so'm foyda qilamiz aka. Bir qop parashyotdan 20 million so'm sof daromad qilishaveradi aka. Yaxshi. Endi aka bu apparatlarimizda qanaqa turlari bor? Nech puldan chiqadi? Apparatlarni endi mana ishlarni hamma tanishtirib o'tdik. Uskunasini bir chekkadan qarab kelaveramiz aka. Mana o'sha hali gellar aka. Bu ham quyuq gel bo'ladi, unaqa oddiy sifatsiz gel emas. Ochiladigan joyga qo'yaylik. Hozir buni ham bir ochib ko'rsatib beramiz. Quyoshda turgani uchun ko'rinmay qolibdi ochiladigan joyi. O'shada. Mana aka. Quyuqligi ham juda zo'r bu. 1 kilosidan 100 ta 110 ta chiqaradi bundan. 1100 taga demaymiz, 1000 ta yetadi deb beramiz aka uni. Bir paqirni. Misol dabashda qo'shib oladiganlarga 160 ming so'mdan bir paqir. Menga bir paqir kamlik qiladi. 2 paqir, 3 paqir deysa 160 ming so'mdan qo'shib ketishaveradi. Yaxshi. Bu apparatlari qanaqa apparat endi? Uskunalarga shpina bo'lib ishlab chiqaradigan uskunamiz. Hozirgi kundagi plastik qolipdan o'tib ketganimiz va yevro sharneli qolib o'tilgan ekan. Yo'llarni ko'rgan bo'lsa, polni qovurg'ali profil to'qilgan ekan. O'rtalariga ham e'tibor berasiz. Bu hali chigirtkan oyog'idaqa profil to'qilmagan, o'rtasiga 4 ga 4, taglari ham polni o'rtalariga 4 ga 4 profil ishlangan. Misol ramkaga 4 ga 4, ichiga 3 ga 2 profil to'qilmagan. Buni mana shu o'tgan chokida har bittasi tagida ham har 20 sm orasida list tushadigan yer tagiga ham profil o'tgan har bittasida. Mana uzunasiga ham kerak bo'lsa qo'yib qo'yilmagan. Har bittasini tagiga o'tkazilgan ekan. Tepadan tushganda tagi tushib ketmasligi uchun. Yo'llari sharner bo'ladi aka. Sharnerni emas, yaxshisidan baquvvatdan qo'yilgan ekan. Uni oddiy hali prostoy armaturadan ishlangan sharnerlar qo'yilmagan ekan.
kattagina sharnerdan qo'yilgan. Yo'llari mana polni rezvali qilib beryapmiz. Mikser uchun ham aka bizni qishloqda hech kim ishlamayapti aka. Mikser uchlargacha mana ishlab beryapmiz. Aralashtirishda yaxshi. Aralashtirishni yaxshi, haligi latabaylab, arqon baylab yurishmaydi. O'zi arzimagan narsa, shunga ham erinadi aka kerak bo'lsa ko'pchilik. Shulargacha kerak bo'lsa qilib beryapmiz. Bular ham qulaylikda endi usullarga. To'g'ri. Komplektida nimalar chiqadi aka? Komplektdagi 20, 30, 60 razmerdagi 3 ta yevro qolipimiz chiqadi aka. 18 ta chiqaradi. Bitta qolip 6 talik. 18 ta chiqaradi. 50 talik kompressor bo'ladi aka. Ichida shlanka, shtusser, fulizator, moylashi hamma yo'q chiqadi ichidan. Keyin bitta mikserimiz bo'ladi aka. Arion Titan firmaniki bo'ladi. Mikserimiz ham xudo xolasa servis xizmatini kompressor mikser 6 oy ichida buzilsa 6 oygacha tuzatib beraveramiz aka. Servisiga javob. Endi xudo xolasa atletikadan chiqarib olsa 3 yil 4 yil ishlashtiradi aka. Bu ham qanaqa Porsche'ni kattadan 50 talik havo haydaydigan teshigi 2 ta bo'ladi. Kompressor ichida bitta shlankasi, yana bir dona shlanka o'zlari olib dabaqqa qo'yib oladi, bitta fulizatorga qo'yib olishadi. Bitta emas havo haydaydigan 2 ta chiqadi aka undan. Alohida moslab olsa bo'ladi. Keyin bunga qo'shib berilayotib turgan bitta burcha kolonnamiz, bitta latogimiz qo'shib beriladi. Keyin 1000 tag'ish yetadigan penasi qo'shib beriladi. Endi rasvor bochkasi, pena generatori. Ustonovka hamma tayyor holatda. Necha pulga chiqadi? Bu aka ozbash Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani manzilda aytib qo'ysak, turgan joyida $800, mana shu turgan joyda kelishsa mana shu yerda o'rgatib qo'yamiz. O'zimiz saroyda hamma yo'q bor aka. Joyda narx $800, vodiy ichiga $850, O'zbekiston bo'ylab $950 dan dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi aka. Komplekt holatda. Borganda sraz bitta qolipga kuyib, penalarni legirovka qilib, hamyonni ishlatib berib, uydan bilovlarni chiqarib berib kelinadi. Yaxshi. Bu yoqdagi qoliplar ham xuddi shundanmi yo boshqachalarmi bular? Bu yoqda aka mana Lego so'ragan kelamizga, Legolik. Uchala qolip ham mana komplekt Lego bo'lgan. Mana shu o'ng'ish chiqqan mana shunda. Latok tumbalari ham Lego bo'ladi hammasi. Mana latok tumbasi ham turib tushadi. Uchala qolip ham Lego bo'ladi. Buniki aka joyda narxi $850, vodiy ichiga $900 dan dastaga qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab $1000 ga chiqaradi aka. Mana aka, bu yoqqa o'taylarni qolganlarga. Bu ham ABShdan aka. Bunisi mana Lego aytgan anaqamiz. Legoda alohida ham sotaveramiz qolipini. Joyda narxi 2200 mingga chiqaradi. Dastavkasi bilan voha tomonlarga 2,5 million 2600 ming o'rtacha holatda e'tiboradi. Keyin mana bu ham hammasi ABShda, mana yonida 3 ta periodik yasalganga bu zakasi yasab qo'yilgan. Mana 4 ta 20 30 60 dan tushadi, 3 ta 12 30 60 tushadi ekan. Sonlarni ko'rsatib o'taymi bir qator. Zakasiga xolasini 2 talik, xolasini 3 talik desam, periodik chiqarib beramiz. Bu ham mana shu bir kamli. Buni ham narxi shu joyida $800, vodiy ichiga dastavka xizmati bilan $850, O'zbekiston bo'ylab $950 ga chiqaradi ekan. Aka yana ham qulaylik degan qanaqalarimiz ekan, mana rasvor bochkalarimiz bor ekan. Bir kishi o'zi bemalol kuyadigan. Misol uchun bitta sherigimni puli ham kerak bo'lsa o'zimga qolsin. Bir kunda ikkita bola 600 ming pul topsak 300 mingdan bo'lishmaymizda. Shu 300 ming ham o'zimga qolsin degan kelamizga. Rasm poddomlari bilan bemalol turishadi ekan. Aralashtirgani ham juda qulay. Pastdan turib bemalol suvni bir qop gipsni olib tashlab oladi. U gips ham 50 kg emas, 35 kg bo'ladi. Misol uchun udobni har tomonlama. Qolipdan tushish holati ham polni oxirigacha tushadi ekan mana. 90 gradusga aylanadi. Balonlarni ham aka katta-katta balondan qo'yilgan, oddiy qilib yasalmagan aka, bellarga chaspellarni qilib, yoqasiga tortib, u yo'nliklardan ikki tomonga stoyga berib, ular har tomonlama baquvvat qilib yasalgan aka. Bu o'rnimiz zakasi yasab beramiz, 1 million so'mdan yasab beramiz aka boralarimizni. Komplekt 1 millionga chiqadi. 1 millionga chiqadi. Mashq turishi. Keyin g'isht tosh uchun aka arava ham bor, g'isht toshigani ham. Endi hozir bitta qolib kuyib ko'rsatib beramiz deydi, ertalab o'tishgan svet aka hali yongan yo'q. Avraziz atay buni ham kraska ham qilmaganman. Chunki germetik holatdan bir qator ko'rib olsin deb kraska ham qilmaganman aka. Xudo xolasa qoliplarimiz yamaladi, polni germetik umuman rasvor oq chiqib ketmaydi. Betlarga listlar solinadi. Listlar solinadi, taylar rezinkalar yopishtirib qo'yilgan. Oddiy rasvor bochkamizni ikki qatordan chaspa aylantirib, yoniga turba qo'yib qo'yilgan. Chaspani o'zini bir qarshi qo'yib qo'yilmagan aka aytga. Latapata o'rash shart emas. Bitta aravamizni ko'rsataylik aka oxiriga. Ikkita qolib tig'ishini aka mana bemalol bosib olib ketishaveradi. Juda qulaylik aka. Aka-baka tashib betib, ona qilishib endi. Plashatkasi katta bo'lsa, kerak hovlida ham ishlatishaveradi.
kattaroq joyi bo'lsa joyda ham ishlatishga bo'ladi. 8 ta qizsa ham shunda bemalol. 6 tadan 2 qator sig'adi. 2 12 qator, ikkita 12 qolip ta. sig'adi. Misol uchun qolip yoniga olib turib, olib qo'ygani udobniyda aka. Mhm, Engashib yo tepaga ko'tarib qo'ymaydi. Shuni olishga bo'yni holatiga qo'yilgan. mhm. Har tomonlama Odam yaxshi. bemalol toshsa bo'laveradi. Bemalol tortib ketaveradi. Ancha yengil aka. Balonlari ham O'zi ham yaxshi balondan qo'yilgan. Buni necha pul dedik? Buni ham narxi 1 million so'm aka aravamizga. Mhm. Balonlari ham yaxshilardan qo'yilgan. Balonija haligi yetirib ketmagan, xudo xolasa 3-4 yilga yaraveradi, yaxshi holatiga kerak bo'lsa. Mhm, yaxshi. Usta aka, endi bu sohani bilmaydiganlar ham bu biznes bilan shug'ullansa bo'ladimi? Bo'ladi, xudo xolasa noldan hamyonni o'rgatamiz. Borganda o'sha dastavka qilganda apparatlarni o'rnatib 100% ishga tushirib beramiz aka, xudo xolasa bizneslarni bemalol yo'lga qo'yib olishaveradi. Mhm. Hop, to'lovlarni ham bir qator eslatib qo'yaylik. Borganda to'lov qiladimi yo oldindan qancha bir Xohlasin, oldindan ko'rsatsin? o'tsin, xohlasin. Borganda bersa unaqa zakilatcha tashlab bering, boshqa tuda gap so'z bo'lmaydi aka bizda. Aha. Boradi, apparat olib borib, bitta qolipga quyib ko'rsatib beramiz, 100% hamyonni qo'liga topshiramiz. Sizlar hisob-kitob chiqaraveradi. Keyin через hokim yordamchi orqali bitadigan joylari ham bor. Bizlar tushunishsa telefon qilsa, Mhm. aniq ham kelishilaveradi. Demak, yengilliklar ham bor. Ha, bir so'm pulsiz olsa ham bo'ladi ekan. Mhm. Tushunarli. Usta aka, katta rahmat ma'lumotlar uchun. Xudo xolasa keyin safar kelib chiqaradigan videolarimiz bor, yana yangiliklar qilib, iloji boricha o'rtasi yuzli turbani qoliplarni ham qo'yishga harakat qilamiz xudo xolasa. Ular borida endi sotilib ketgan. Keyingi safar yana Viber ko'paytirib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Aziz kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, usta aka sizlarga qisqacha ma'lumotlarini berib o'tdi. Agar bu biznes haqida yoki pena bloklar haqida qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol Ilyos akaning nomeri mana ekranda yozilgan. Qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bu videoni albatta foydali deb hisoblasanglar, like bosib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar va kam mablag' evaziga mo'may daromad qilmoqchi bo'lib yurgan tanishinglar bo'lsa, ushbu videoni tarqatib qo'yishni unutmanglar. Demak akalar, e'tibor uchun katta rahmat. Doimo salomat bo'ling.